Mahalladagi 5-6 ta bolalar bilan yig'ilib kassa qilgandi hazratim. Bitta bola birinchi kassani olib qochib ketib qoldi. Dagini yaxshilab surishtirsa, mahallada Mashka degan nomi bor ekan. Paddeshka qiling hazratim. Paddeshka qiling hazratim. Hazrat oliylari. O'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. Birinchisini berib yeb qo'ygan asli. Menda bitta fikr bor. Ayollarning kassasiga qo'shilinglar demoqchiman. Ayollarda hammasi naqd yig'iladi. Qarochi. Kassani yig'ishtirasizlar. Men aytgan kassaga qo'shilasizlar. 20 kunda $200 qatnashganlar hammasi ishonchli halol mahallamiz bolalari. Kassani o'ynaganga yarashachi mujiklar bilan gapiga javob qiladiganlar bilan o'ynash